Do'stlar, mana yangi yil ham kirib keldi. Bugun yangi yilning birinchi kuni. Biz hozir Guanjodamiz va Guanjoda bizning birinchi tushligimiz bo'ladi, birinchi obedimiz bo'ladi. Hozir borib ko'ramiz. Bu Guanjoda xos bo'lgan oshxona. O'shaning uchun bilan qoling, ketdik. Mana do'stlar, hozir keldik, restoranga yetib keldik. Bu aynan kanton oshxonasiga xos bo'lgan joy. Atmosfera ham, ichidagi ko'rinishi ham hammasi kanton xalqi uchun juda xos bo'lgan joy hisoblanadi. Mana hozir soat 12 bo'lishiga qaramay, odam o'sha liq-liq to'la. Biz stolni kutib turdik. Bizga stolni mana qilib berishyapti. To'g'rilab berishyapti. Odam juda ko'p. Bugun bayram bo'lgani uchunmi bilmadim. Juda ko'p. Mana hozir bizlarni birinchi taomimizga keldi. Bu baliq go'shti. Aniqni aytsam, men bunga qanaqa baliq bu? Juda zo'r taom. Qanaqa ehtiyot bo'lishi kerak. Mana qo'zg'or. Yaxshi. Bu yo bodring, yo kabachot qanaqadir. Menga ko'radi. Zo'r. Do'stlar, mana endi bizning ikkinchi taomimizga keldi. Nahayat berishdan qarar ko'rsatadi, qaranglar. Bu yerda nima keldi bizga? Bilasizmi nima bu? Bu ipak qurtini qo'rilgani. Men hayotda birinchi marta yeb ko'rmoqman. Hali yemaganman. Qanaqadir yong'oqlar bilan qilingan, qanaqadir ko'katlar bilan qilingan. Yeb ko'ramiz mana. Ipak qurti. Yana bir marta yeb ko'ramiz. Bunaqa joy yomon emas. Aytishlaricha, proteinga boy bo'lgan taom hisoblanadi. Va yana bizning uchinchi ovqatimiz mana. Bu qanaqadir ko'katli sho'rva, lekin buni qiziq tarafi qop-qora tuxum qilingan. Qop-qora tuxumni yerga qo'yib qo'yishadi. Menimcha 90 kunni yerga qo'yib qo'yishadi, mana shunday qop-qora qiladi. Buni yeb ko'ramiz. Buni men yeganman avval. Mazasi faqat tuxumni mazasi keladi. Hech qanaqa bir tuxumdan farq joyi yo'q. Mana yana bir yeb ko'ramiz. Demak, bizning yakuniy taomimiz bu yakuniy emas, ya'ni go'shtlarning eng yakuniy taomi mana bu tovuq go'shti. Tovuq go'shtini endi biz yeb ko'rganmiz. Lekin bu aynan kantonga mos bo'lgan tovuq go'shti. Ya'ni aynan shunaqa qilib yeyishadi. Chop yeyishadi. Mana do'stlar, hozir shu ovqatlarni bo'ldik. Endi boshqa yoqqa boramiz. Bu yerda ovqatlanganimizda 3 kishilik bizga 173 yuanga tushdi. Taxminan $23 bo'ladi. Yomon emas. Yomon emas. Ko'cha bo'ylab ketyapmiz. Ko'p narsalar bor ekan. Bu eski qanaqadir Guanchjou eski ko'chalardan bittasi. Eski binolar ham bor. Lekin mana bu yerda qiziqarli narsa ko'rib qoldim. Xitoy meditsinasidan qilinadigan anaqa bor ekan. Sho'rva qilishar ekan, qaroch. Shuni yeb ko'rmoqchi. Xitoy meditsinasini yaxshi deyshadi. Shuni ko'rmoqchiman. Hozir kirib ko'ramiz. Mana hozir
sho'rva qiladigan joyga kirdik. Mana mashina zakaz qildik. Buni ichida ko'ramiz nima bor ekan. Vau! Anjir bor edi. Juda issiq, to'qolib aralashtirib olmayman, lekin yeb ko'rganimdan keyin aytaman. Mana hozir sho'rvani yeb bo'ldik, endi boshqa yoqqa qarab ketyapmiz. Bu yerda xitoyliklarni vipichkalari bor ekan. Menga mana bu taraf yoqdi. Ko'ramiz. Mana bunaqa qo'rilgan bo'g'irsoqning ichiga qanaqadir shirinlik solgan. Bunisiga qanaqadir yong'oq solgan. Hop ko'ramiz. Boshqa narsalari ham bor. Ichinilar ama qanaqadir bodroga o'xshagan yer yong'oqdan qilingan. Va til qushi bizda ham bor shunaqa narsalar. Chak mana. Bularda ham qilinar ekan. Turbuchkalar bor. Tuxumdan qilinadi. Olib yeb ko'ramiz hozir. Mana odamlar juda ko'p. Mana bu yerda juda ham ko'p bor ekan. Turbuchkalar non ham yopishar ekan. Mana ichida pekarnyasi bor. Uni qilgan joyi bor. Bu yerda odamlar o'chirib turib olishyapti. Demak, yaxshi. Mana do'stlar, oldik. Aytganimdek, yong'oqli bo'g'irsoq, ichida yong'oqlari bor. Va işte bunaqa turbuchka. Bu lekin xamirdan qilingan. Sedanasi ham bor ekan ustida. Va tatib ko'rish uchun bunaqa kitayskiy pechenyega o'xshagan, chipsga o'xshagan, pechenyega o'xshagan narsa. Lekin ichida qanaqadir boshqa narsa bor. Somsaga o'xshaydi. Lekin buni ham ichida bir narsasi bo'lishi kerak. Yeb ko'ramiz. Mana, keyingi joyga ketdik. 对，要一个粉色的这个，然后要一个这个泡芙，也要一个这个，那不绿，到这里面什么？果然没说了。Mana do'stlar, oldik. Ikkita narsamizda 12 yuan bo'ldi. 12 yuani deyarli 12,5 yuan bo'ldi. $2 arzon ekan hozir. Necha to'la olamiz. Bo'ldi, to'la bo'ldik. Mana narsalarni olib bo'ldik. Hozir mashinaga o'tirib ketsak bo'ladi. Ketdik.